Assalomu alaykum, qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z joylariga o'rnadi. Bu yer manzili Andijon viloyati Shahrixon tumanida bo'ldi. Xo'p, bu yerga xudo xolasa uzunligi boshdan oxirigacha 16 metr bo'lgan terrasga qo'yib berdik. Balandligi 1.70 uzunlikda bo'ldi. Xo'p, G306 Alux antrazit svetdan alyumin seriya red pen profiliga bo'ldi. Aynaklari bir qavat mokriy grey oynada bo'ldi. O'ziga mos qilib, xudo xolasa har bitta romga bittadan ochilish qilib, xudo xolasa ishlarni yakunlab berdik. Hop, 6 ta rom bitta eshik bo'lgan. Har bitta oraliqlari 2.60 dan, hop, 3 ta oraliq bo'lgan, 4 ta oraliq bo'lgan. Bitta o'sha ikkinchi romimiz 295 bo'lgan, bunisi 1.60 bo'lgan. Hop, xudo xolasa bu ajoyib holatda chiqdi. Akamiz o'zimiz YouTube kanalidan, obunachilarimizdan ekan. Aytuvdilar, xudo xolasa ishlarni chiroyli qilib, sifatli qilib, tepa liniyalarni ham bitta holatga olib qo'yib berdik. Iplarga tortib, xudo xolasa ishlarni chiroyli holatda tugatdik. Pikirovkalari ham yengil holatda. Akam o'zini ruchka zamovlari, hamma yo'llari doimgidek o'zini mahsulotlaridan bo'lgan. Peynalarni ham atido tepalaridan, pastlaridan qilib sepib berdik. O'rtalari turba ekan, turbaga ham o'sha o'zini maxsus shurblari bilan qatirib, xudo xolasa mahkamlab berdik. Xo'p, xudo xolasa bu yerga oxirgi g'ishtini keyin uraman degan ekanlar. Biz ularda teva liniyalarni bitta qilib, taglariga g'isht hisoblarini qoldirib ketdik. Xo'p, xudo xolasa bitta baho berib bersizlar ishimizga. Eshikni balandligi pastdan tepagacha 3.10 bo'lgan. Shu holatda moslangan ekan, qo'yib berdik. Ichkari ko'rinishlarini ham bir qator iloji boricha qisqartirib, kerakli ma'lumotlarni berib o'tamiz. Taglari arkafon bo'lgan. Shtob o'sha quyoshga, udarga chidamliligi yozish holatda bo'lyapti. Ochilishlari bor, har bittasi xudo xolasa yengil holatda. Uluplanishlari ham akfa pechatlari bilan ko'rinayotgan bo'lsa, qora akril ruchkalardan qo'yib berganmiz. Petlalarni ham o'shanga moslab. Hop, o'zlari o'sha matviy bo'ladi, mana bunisi. Bular esa glansli qoradan bo'ladi. Bir-biriga podmos tushadi. Hop, bu yerda narxini aytib o'tib ketaman. Shu joyimizni ofisga olib kelib, hamma yo'q ichida bo'lgan holati 16 million so'mga olib kelib o'rnatib berganmiz. Ichkari holatlari ham bir tekkizta bo'lib, go'zal holatda chiqdi. Xo'p, bu yerga endi eshik qo'yish maqsadida bitta ustun qo'yilgan ekan. Shtob eshik baquvvat bo'lishligi uchun yonlariga mahkamlangan hisobiga, mana eshikni ochganingizda detonatsiya shtima yo'q. Sababi eshikni yoni dumlanmagan. Shuning hisobiga eshik ochiladi. U naryoqlargacha qimirlash boshqa narsa bo'lmaydi. Girovkalar, yopilishlari go'zal, hamma yo'g'i. Xo'p, red pen yana qaytarib o'tamiz. Shu Akfa'ning o'zining mahsuloti bo'lganligi uchun ranglari ham hamma yo'g'i birga bir tushadi. Shuning uchun qo'rqmasdan Akfa'ga red pen hamma yo'g'ini ishlatsa bo'ladi. Qolgan profillar tushmaydi, lekin imенно shu Akfa'ning bo'lganligi uchun biz ham ko'proq red pen ishlatyapmiz, bilgan bo'lsalaring eski videolarda. Xo'p, xudo xolasa shuning bilan shunaqa uzun qo'yilgan ishimiz o'z yakuniga yetdi. Ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Ishlaringiz sifatli garantiyalar olib borib o'rnatib beramiz. Kimga shunaqa eshik nomlar zarur bo'lsa, aloqadamiz. Telegram, WhatsApp hammasi ishlayapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga kattakon rahmat.